G'arb hali o'rmonlarda yovvoyi bo'lib yurgan vaqtda u butun dunyoni boshqargan. Hozirgi milliarderlarning barcha boyligini qo'shib hisoblaganda ham uning xazinasidan oz edi. Hattoki Rim imperatori Nikifor unga haqoratli maktub yozib soliq to'lashdan bosh tortgan vaqtida Harun ar-Rashid nima degan bilasizmi? Maktubning orqa qismiga bor yo'g'i 2 og'iz so'z yozgan. Sen javobini eshitmaysan, balki ko'zing bilan ko'rasan deb yozgan. So'zini isbotlash uchun o'sha kunda o'zida qo'shin bilan yo'lga chiqib, butun boshli Vizantiya imperiyasini tiz cho'ktirgan. Uning davri Abbosiylarning oltin davri hisoblangan. Harun ar-Rashid dunyodagi eng katta kutubxona Baytul Hikmani qurdirgan. O'sha davrda yashagan olimlarga shunday haq to'laganki, bunga hattoki hozirgi Google ham qodir emas edi. Har bir yozilgan va tarjima qilingan kitobning muallifiga o'sha kitobning vazniga teng bo'lgan oltin bilan mukofotlagan. Bugungi kundagi pul bilan hisoblaganda birgina kitobning orqasidan 2-3 million dollar topish mumkin bo'lgan. O'sha davrda musulmonlar dunyodan texnologiya bo'yicha 500 yil oldinda bo'lgan. Mana sizga tarixiy isbot. Harun ar-Rashid Yevropa qiroli Buyuk Karlga mexanik soat sovg'a qiladi. Yevropaliklar soatdan chiqadigan ovozni eshitib, bu jinlarning ishi deb o'ylashgan va qo'rquvdan qochib ketishgan. U tunda oddiy kiyimda tanho yolg'iz Bag'dod ko'chalarini kezgan. Nega deysizmi? Chunki uning adolati faqatgina qog'ozda emas edi. Hattoki uning eng yaqin do'sti va vazirlari davlat xazinasidan ruxsatsiz foydalangan vaqtda bir kechani o'zida qatl qildirgan. Uning adolatida na do'stlik, na qarindoshlik bo'lgan. Mana shu insonning davrida musulmonlar butun dunyoga texnologiya va qudratda o'rnak bo'la olgan.